Assalomu alaykum. O'zbekiston mahallalar uyushmasi Farg'ona tuman bo'limi aholi daromadlarini oshirishda mahallaning o'rni dasturi doirasida 2025-yil 1-chorak bo'yicha bajarilgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Davlatimiz rahbarining 17.01.2025-yil kungi 2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bunda hududlarda aholi bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish va daromadlarni oshirish bo'yicha yangi yondashuvlarni keng joriy qilish, mahallalarda ehtiyojmand aholi qatlami bilan manzilli ishlashni tashkil etish va ijtimoiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish, mavjud resurslar, imtiyozlardan foydalanish samaradorligini oshirish orqali yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirish maqsadida Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri tomonidan Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, bank, Markaziy bank, mas'ul vazirlik idoralar, tijorat banklari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahri hokimliklari bilan birgalikda ishlab chiqilgan 2025-yilda aholi daromadlarini mehnat bilan ta'minlash dasturi ishlab chiqildi. Jumladan tumanimizda mavjud 73 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida 2025-yil 1-chorak yakuni bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Prezidentimiz qarorlari 12-sonli qarori bo'yicha joriy yilning 1-choragi uchun 6224 nafar aholi bandligini ta'minlash rejasi 100% ga aholi bandligini ta'minlandi. Shundan investitsiya loyihalari hisobiga 252 ta 53% ga, tijorat banklari hisobidan 4021 ta 106% ga, qishloq xo'jaligi sohasidagi 1291 ta 79% ga, qurilish sohasida 177 tasi 58% ga yangi ish o'rinlari yaratildi. Kasb-hunar tadbirkorlik o'qitish choragida 206 ta rejadan amalda 322 ta 156% ga bajarildi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi bo'yicha kambag'al oilalarni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha 1-choragida 354 ta oilalardan 1621 nafar aholini kambag'allikdan chiqarish rejalashtirilgan bo'lib, yanvar-mart oylarida 676 ta oilalardan jami 2828 nafar aholi 859 ta xizmatlar ko'rsatildi. Xususan 147 nafar fuqarolarni doimiy ishga joylashtirildi. 101 nafar fuqarolar imtiyozli kreditlar ajratildi. 556 nafar fuqarolarni tadbirkorlikka jalb etildi hamda 55 nafar fuqarolar kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitildi. Tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha aholi tomorqalari va ijara yer maydonlaridan samarali foydalanish ta'minlash tumandagi mavjud 46629 ta xonadonlardan 1649 gektar ekin maydonlariga shu kunga qadar 1634 gektar ertagi ekin mahsulotlari 99% ga bajarildi. Dehqon xo'jaligi tashkil etish uchun ijara asosida 6190 ta lotlar uchun ajratilgan jami 1779 gektar yer maydonlari shu kunga qadar 1742 lotlaridagi 497 gektar yer maydonlarida xatlovlar o'tkazildi. Shu bilan birga avvalgi va joriy yilda haqiqatda ijaraga olingan ekin yerlari bo'yicha 1277 ta loyihalardan jami 1228 gektar yer maydonlarida 96% bahor ekinlari ekildi. 4 ta tajriba bo'yicha Sayxunobod tajribasi bo'yicha 73 ta mahallalarda 40 tadan ortiq jami 2920 ta mikroloyihani amalga oshirish hamda buning hisobiga 5840 ta yangi ish o'rinlarini yaratilishi belgilab olingan. Joriy yilning 1-choragida 438 ta mikroloyihani ishga tushirish belgilangan bo'lib, amalda 792 ta mikroloyihalar platformaga kiritilib, to'liq ishga tushirildi. Uychi tajribasi bo'yicha 2025-yilda banklar tomonidan 72 ta, 1-chorak rejasida 9 ta uchrashuvlar o'tkazilishi belgilangan. Bugungi holatga 9 ta uchrashuvlar o'tkazish natijasida 138 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Zarbdor tajribasi bo'yicha qiymati 120 milliard so'mlik tashabbuskor mablag'lari 96 milliard, bank krediti 3 milliard so'mlik, xorijiy investitsiyalar 1 milliard dollarlik, 5 ta sanoat, 1 ta xizmat, 3 ta
xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi loyihalarini amalga oshirishda 465 ta ish o'rni yaratish bo'yicha dastur ishlab chiqilgan. Joriy yilning birinchi choragi davomida ushbu loyihaning ikkitasida Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida tashabbuskorlar tomonidan 200 gektar yer maydonga bog'dorchilik kompleksi tashkil etish loyihasi hamda Chimyon mahalla fuqarolar yig'inida MChJ tomonidan oziq-ovqat sotishga ixtisoslashtirilgan bozor va 1000 tonna sig'imga ega muzlatkichli omborxona tashkil etish ushbu loyihalar hisobiga 320 ta yangi ish o'rni yaratilishi, qurilish ishlari olib borilmoqda. G'ijduvon tajribasi bo'yicha qiymati 2,9 milliard so'mlik tashabbuskor mablag'lari 1 milliard 600 million so'mlik bank krediti orqali 1 milliard 200 million 9 ta mahallada mavjud binolar 8 ta dastur ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda shakllantirilgan loyihalar asosida 3 tasida ishga tushirilib, 80 ta ish o'rni yaratildi. Migratsiya bo'yicha Farg'ona tumanida 2025-yil 26-aprel holatiga 1042 nafar fuqarolarni mehnat migratsiyasidan qaytarilganlar bo'lib, ushbu fuqarolarning barchasi bandligi ta'minlash rejalashtirilgan bo'lib, joriy yilning 24-aprel holatiga ushbu fuqarolarning 813 nafari 78% bandligi ta'minlandi. Jumladan 204 nafar fuqarolarga ish beruvchi tomonidan rasman ishga qabul qilingan, 25 nafar fuqarolar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazilib, tadbirkorlikka jalb qilingan 573 nafar fuqarolarning turli yo'nalishlar bo'yicha o'zini o'zi band qilishga erishildi. 2 nafar fuqarolar kasbga yo'naltirildi, 6 nafar fuqarolarning imtiyozli kreditlar ajratildi hamda 3 nafari ta'lim muassasalariga qaytarildi. Kreditlar ajratish bo'yicha viloyat bo'yicha belgilangan 30 trillion so'mlik kredit bo'yicha joriy yilda Farg'ona tumanida 1,4 trillion so'm, shundan birinchi chorak uchun 252 milliard so'm rejadan amaldagi 3153 ta talabgorlarga 160,1 million so'm, 64% kreditlar ajratildi. Shuningdek, hududlarda biriktirilgan tijorat banklari tomonidan joriy yilning birinchi choragida dasturlar doirasida 847 ta talabgorlarga jami 242 million so'm kreditlar ajratildi. Jumladan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi bo'yicha 340 nafar fuqarolarga 4825 milliard so'm ajratildi. Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida 35 ta talabgorlarga kerakli summalar ajratildi. Biznesga birinchi qadam dasturi bo'yicha doirada 135 nafar fuqarolarga 3519 fuqarolarga ajratilgan mablag'lar, kreditlar o'z joyida yetkazib berildi. Ular o'z loyihalarini boshlashdi. Mahalla loyihasi dasturi bo'yicha 341 nafar fuqarolarga kreditlar ajratib berildi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 7-sentyabrdagi 312-sonli qarori asosida birinchi chorak uchun rejalashtirilgan 33 milliard so'm kredit rejadan amalda 31 ta talabgorlarga kreditlar ajratib berildi. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida tijorat banklari tomonidan 40 gektar yer maydonlariga aholiniga ijaraga berish hisobiga loyiha qiymati 3,5 milliard so'mlik, tashabbuskorlar mablag'i 2,2 milliard so'mlik, bank krediti orqali 1,3 milliard so'mlik 4 ta loyihalar amalga oshirildi hamda 140 ta ish o'rinlari yaratildi.